Xotining bilan uchrashib yuribsan? Oyi. Ko'zimga qarab to'g'risini ayt. Oyi, to'g'risi men oilamdan voz kecha olmayman. Unda mendan voz kechasan. Qo'ysiz-chi oyi. Bo'ldi-da endi. Hozirning o'zida javobini berasan. Bo'lmasa sendagi o'g'lim yo'q. Oq qilaman. Oyi. Oyi, nima deyapsiz? Oyi, keliningiz homilador. Men uni shunchaki tashlab keta olmayman. Yoki menida, yoki unida. 2 kunlab zavodda navbatchi bo'lib qolganlarimni eslagin, bir ko'z bilan boqqanlarimni eslagin. Ham ota bo'ldim, ham ona bo'ldim. Qanaqa mehnatlar qildim. Endi meni onangni xotiningga almashtirdingmi? Oyi, iltimos. Tushuning, oyi, iltimos. Men sizni hech kimga alishmayman. Unda xotiningning javobini ber. Oyi, norasida go'daklarda nima ayb? Iltimos, meni tushuning. Bolalarimdan qanaqa qilib voz kechaman, oyi? Menda rozi bo'lsin desang, xotiningning javobini berasan. Zarina. Chiqib ketishing mumkin. Men sen bilan boshqa yashay olmayman. Boshing ochiq. Dadasi, axir qanaqasiga men nima qilaman? Zarina? Zarina dedim. Nima, men senga begonaman? Nima bu o'tib ketish? O'zingiz bizni uydan haydagan. Endi nimaga keldingiz? Bilasan nimaga kelganimni? Sendan boshqasi meni yuragimga sig'maydi. Telefonlarimga javob bermaysan. Hech bo'lmasa sen meni tushun. Ikki o'rtada